Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz mantiq falsafasi. Mantiq fanini o'qitishdan maqsad talabalarni to'g'ri fikrlashning mantiqiy shakllari va qonun-qoidalari bilan tanishtirish va shu asosda ularda murakkab mantiqiy masalalar va muammolarni yechish malakasini shakllantirish, mustaqil erkin fikr yuritish qobiliyatini takomillashtirish, ularni yetuk mutaxassis bo'lishlari, yangi huquqiy demokratik jamiyat qurishning faol ishtirokchilariga aylanishlari uchun zarur nazariy va amaliy ko'nikmalarga ega qilishdan iborat. Mantiq so'zi arab tilidan kirib kelgan bo'lib, so'z, fikr, aql, qonuniyat ma'no mazmunlarida ishlatiladi. Logika so'zi grekcha logike so'zidan olingan bo'lib, so'z, fikr, tafakkur ma'nolarini bildiradi. Mantiq inson tafakkurining qonun va shakllarini o'rganadi. Mantiq qonunlari fikrlar o'rtasida zaruriy muhim bog'lanishlarni aks ettiradi. Mantiq ilmning o'rganish obyektini tafakkur tashkil etadi. Tafakkur arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilidagi fikrlash, aqliy, bilish so'zlarining sinonimi sifatida qo'llaniladi. Tafakkur bilishning yuqori bosqichidir. Uning mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun bilish jarayonida tutgan o'rni, bilishning boshqa shakllari bilan bo'lgan munosabatini aniqlab olish zarur. Bilish voqelikning, shu jumladan ong hodisalarining inson miyasida subyektiv, ideal obrazlar shaklida aks etishidan iborat. Bilish jarayonining asosini va oxirgi maqsadini amaliyot tashkil etadi. Bilish murakkab, ziddiyatli, turli xil darajali va shakllarda amaliyotga oshadigan jarayondir. Uning dastlabki bosqichini hissiy bilish, insoniy sezgi organlari yordamida bilish tashkil etadi. Hissiy bilish 3 ta shaklda: sezgi, idrok, tasavvurni shaklida amalga oshadi. Sezgi predmetning birorta tashqi xususiyatini, masalan, rangini, shaklini, ta'mini aks ettiruvchi yaqqol obrazdir. Idrok predmetning yaxlit yaqqol obrazi bo'lib, u mazkur predmet haqidagi turli xil sezgilarni sintez qilish natijasida hosil bo'ladi. Alohida olingan sezgilardan farqli o'laroq, idrok berilgan predmetni boshqa predmetlardan farq qilishini imkonini beradi. Tasavvur esa avval idrok etilgan predmetning obrazini ma'lum signallar ta'sirida miyada qayta hosil qilishdan yo'l yoki boshqa obrazlar negizida yangi obraz yaratishga yordam beradi. Tafakkurning mantiqiy shakllar va qonunlarida yuqorida ta'kidlaganimizdek, tafakkur keng ma'noda mantiqni, tafakkurni shakllari va qonunlarini o'rganuvchi fan deb atash mumkin. Tafakkur shakllari haqida so'z yuritishdan avval tafakkurning quyidagi asosiy xususiyatlariga to'xtalmoq joiz. Unda voqelik umumlashgan holda inkor qilinadi. Hissiy bilishdan farqli o'laroq, tafakkur bizga predmetning nomuhim, ikkinchi darajali belgilaridan abstraktlashgan holda e'tiborni uning umumiy, muhim, takrorlanuvchi, turuvchi xususiyatlariga va munosabatlariga qaratishimizga imkon beradi. Tafakkur borliqni bevosita aks ettiradi. Unda yangi bilimlar tajribaga har safar bevosita murojaat etmasdan mavjud bilimlarga tayangan holda hosil qilinadi. Fikrlash bunda predmet, hodisalar o'rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi. Masalan, bolaning xulq-atvoriga qarab, qanday muhitda tarbiya olganligi haqida fikr yuritish mumkin. Tafakkurning mazkur xususiyat ayniqsa xulosaviy fikr hosil qilishda aniq namoyon bo'ladi. Tafakkur insonning ijodiy faoliyatidan iborat. Unda bilish jarayoni borliqda real analogiyaga ega bo'lmagan narsalar yuqori darajada ideallashgan obyektlarni yaratish, turli xil formal sistemalarni qurish bilan kechdi. Ular yordamida predmet va hodisalarning eng murakkab xususiyatlarini o'rganish, hodisalarni oldindan ko'rish, bashoratlari qilish imkoniyati vujudga keldi. Tafakkur til bilan uzviy aloqada fikr, ideal hodisalar, u faqat tilda, moddiy hodisada, tovush to'lqinlarida, grafik chiziqlarda reallashdi. Boshqa kishilar bevosita qabul qila oladigan, his etadigan shaklga kirdi va odamlarning o'zaro fikr almashish vositasiga aylandi. Boshqacha aytganda, til fikrning bevosita voqea bo'lish shaklidir.
Tafakkur shakli fikrning mazmunini tashkil etuvchi elementlarning bog'lanish usuli tuzilishidir. Fikrlash elementlari predmetning fikrda ifoda etilgan belgilari haqidagi axborotlardir. Tushuncha, hukm va xulosa chiqarish tafakkurning universal mantiqiy shakllari va uning asosiy tarkibiy unsurlari hisoblanadi. Fikrni to'g'ri qurishga tafakkur qonunlari talablariga rioya qilingandagina erishish mumkin. Tafakkur qonun muhokama yuritish jarayonida fikr elementlari o'rtasidagi mavjud zaruriy aloqalardan iborat. Hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.